Assalomu alaykum kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mazanglar yaxshimi? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Yangi yillar bilan charchamadinglarmi? Yangi yillar charchovlari endi chiqdi. Alhamdulillah, farzandlarim yaxshi bo'lib qoldi. Hammadan so'raganlar uchun, xolaqol so'ragan uchun hammadan rahmat. Kattakon, hozir bugun ishdaman, nochga keldim. Hozir sexda ozgina obzor qilamiz, chunki anchadan beri sexdagi ishlarni ko'rsatmayotgandim. Bugun ozgina obzor qilamiz. Ketdik. Mana hozir sexga kirdik. Hozir nimalar ishlayotganini bitta ko'rib chiqamiz. Ozgina-ozginadan. Ko'p ko'rsatolmayman. Bugun sariyotchilar bilan sirokchilar ishlashayotgan ekan. Ularni hozir mo'yga ketishayotgan ekan. Hali narsa chiqmas ekan. Shuni ko'rsataman. Laboratoriyadan chiqib ketaman. Mazza. Siroklar yeb chiqaman. Sirokchilardan oldim deb. Bitta yogurt chiqyapti. Eng yaxshi ko'rgan joyim mana. Mana kirayotgan joyim judayam yaxshi ko'raman. Bugun bananli yogurt, bananli emas ekan, ananasli ekan. Soldatga o'xshab ketyapti bizning yogurtlar. Naq qarasangiz chiroyli.